Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Texim ko'p narsalarni bilish va texim ko'p ishlarni qilish va texim ko'p tushuncha hosil qilish uchun tirishayotgan suyimli do'stlar. Kechkinlar xayrli bo'lsin. Erkazliq yozmalari 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning o'rinliqning ilmiy tushundirishi degan qismini boshlaymiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Layla. Kitap o'qilgan kun 2018-yili 8-oktyabr dushanba. O'rinliqning ilmiy tushuntirilishi 2015-yil 7-oyning 31-kuni. Yaqında tor ismi Külpat deb atilgan bir qarindishimiz mening Bag'dash munbirdagi ishni kayniga so'zish degan temamning ostiga bir parcha uchur yezib mundaq debdi. Assalomu alaykum ustoz, yaqında haqiqatan bizning diyorimizda bu kasallik bek og'ir. Siz Uyg'ur jamiyatida yashamay turibmi, mushu yerda yashaganlardimi bekrek yaxshi tahlil qilibsiz. Bizda yana o'rinliq bilan og'rinish psixikasi bek og'ir. Uning yeniga barsaqmi qaqshaydi, buning yeniga barsaqmi qaqshaydi. Odamga hech kimdan rozi emaslik va o'zining eng rostlik tuyg'u berdi. O'zimizning o'rinliqiga boshqalardan qaqshab og'rinib sabab izlaymiz. Bo'lsa mushu o'rinliq qaqshash va og'rinish qatorliq yomon illatlarni qanday yo'qitimiz? Mushu to'g'riliq bir maqola yo'llab bersangiz. Men yuqoridagi inkasni o'qigandan keyin inglizcha torlardan bir oz izlanib baqdim hamda o'rinliqqa oid bir qancha parcha yaxshi maqolalarni topdim. Men bu qitim o'rinliqning nima ekanligini ilmiy nuqtadan bayon qilaman ham tunishtiraman. Avtorning ismi Leon Seltzer bo'lib, avtor bir klinik psixologiya doktori bo'lib, u ingliz tili va psixologiyadan iborat ikki kasbning har birisida birdan doktorlik unvoni olgan ekan. Ya'ni uning ikki doktorlik unvoni bor ekan. U yozgan bir kitobmi bor bo'lib, uning ismi psixologiyalik davolash sohasidagi ziddiyatlik strategiyalar ekan. Doktor Stelzer Amerikadagi bugungi psixologiya to'rbitining bir a'zosi bo'lib, bu to'rbitning psixologiya mutaxassislari, akademiklar, psixologiya doktorlari va avtorlardan tarkib topgan a'zolardan jami 750 nafar a'zosi bor ekan. Doktor Stelzerning yuqoridagi maqolasi dasbida boshqa bir yerda e'lon qilingan bo'lib, ondan u yuqoridagi to'rbitida 2008-yil 23-iyul kuni e'lon qilingan ekan. O'rinliqqa qandaq taqobil turish masalasi o'z oldiga ayrim bir tema bo'lib, men u haqdami bir qancha parcha yaxshi maqolalarni tepib qo'ydim. Men ularning mazmunlarini mazkur maqoladan keyin ayrim tema qilib yo'llayman. Tuandagisi doktor Stelzerning maqolasining asosiy mazmuni. Agar o'z qarshimni qo'shmoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklda qistirib qo'yman. O'rinliq deganimiz bir paketmi yoki bir to'qilma so'zmi? Nomi o'chmas arboblarning biri Davud Bumstead bu shu masalada ustida to'xtalib mundaq degan ekan. Siz kishilarga o'rinliqni o'rgatolmaysiz. U ba'zi kishilarda bor, ba'zi kishilarda yo'q. Undaqda o'rinliq deganimiz nima? Bir ishni aldirmay qilish o'rinliq bo'lamdi. Bir ishni asti qilish o'rinliq bo'lamdi. Bir ishni qat'iy qilmaslik o'rinliq bo'lamdi. Yoki bir ishni qilishni ancha xohlamaslik o'rinliq bo'lamdi. Agar biz bir ishni qilishni ancha xohlamaslikni o'rinliq desak, u holda u bir odamni o'rin deganimizda biz uning loyig'azalligini, mismisligini yoki pasliqini ko'zda tutamizmi? Yoki biz texi tunib yetmagan boshqa kishilik mijozlardan birarsi bormi? Men tuanda o'tirg'i qo'ydigan narsalar o'rinliq haqidagi mening ko'z qarashlarim bo'lib, ular mukammal an'anaviy ko'z qarashlar emas. O'rinliq masalasida Davud Bumstead dunyodagi eng oldingi qatorda turgan nupuzli kishilarning biri bo'lib, men tuanda unikiga o'xshamaydigan ko'z qarashlarni o'tirib qo'yman. Buning uchun men uningdan afv so'rayman, chunki mening qarshimcha bir odamni tug'mu o'rin yoki o'rin mijozlik deydigan ko'z qarash asos jihatdan bir safsatidanla iborat. Men o'zimning bir individual va doktor bo'lish salohiyatim bilan
inson ish harakatlarini xo'rliq deb tushuntirishga biz hech qanday amaliy qimmati yo'q ish deb qarayman. Mening nazarimda bir odamni o'rin deb atash yoki kamsitish yoki bo'lmasa uni inkor qilish bir odamning ma'lum bir ishga bo'lgan qiziqmasligi yoki strategiyasini so'zmanlik bilan haddidan ziyoda oddiylik bilan sharhlashdan boshqa narsa emas. Mushu so'zdan bir odamning pasifligini xarakterlash meningcha shu odamning o'rinliq bo'lmasin, balki shu odamga baho berguchining o'rinligi bo'ladi. Qisqasi meningcha kishilar ma'lum bir odamni yetarli darajada to'liq tushunmaganda uningga o'rin degan iborat kamsiz so'zni ishlatish baho berishni bir xil odat qilib olgan. Tuanda mening bayon qilganim biz mundaq ishlarni qilsa bular edi deb o'ylagan, ammo unda qilmagan kishilarning tushunishining texmi foydali va psixologiya nuqtasidan qaraganda to'g'ri bo'lgan usuldan iborat. Mening oddiylashtirilgan ko'z qarashim shuki, biz odatda o'rinliq deb hisoblaydigan narsa amaliyotda harakatchanlikning yetarsizligi bo'lmasdan, balki kishini ma'lum bir ishni qilishga undaydigan maqsad yoki harakatlantirish kuchning kamchiligidan iborat. İlave, ben İngilizce maqolalarni uyg'urlashtirishda qiynaladigan so'zlarning biri İngilizce harakatlantirish kuch yoki kamchilik degan so'z. Yulg'un lug'atida uning harakatlantirish kuch, qo'zg'atish, rag'batlantirish, maqsad va izohat beribdi. Mening motivation degan so'zning to'g'ri ma'nosi harakatlantirish kuch bo'lgan maqsad bo'lib, men uning bilan ma'nodash uyg'urcha qisqa so'zim birarni topa olmadim. Qisqa so'zim birini bildigan qarindoshlar bo'lsa, uni inkos shaklida yozib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat. Maqsadga qarshi bo'lgan narsalar qaysi? Hayotdagi har xil qiyin o'tganlar va qiyinchiliklarga jang e'lon qilib, ular ustidan g'olib kelish uchun zarur bo'lgan harakatlantirish kuch va yoki maqsadni ojizlashtirilgan har xil omillar bor. Tuanda men shu omillarni qisqacha bayon qilib o'taman. Ular biz o'z umrimizning ma'lum bir mezgilda ma'lum bir ishni yashay olmasligimiz yoki ma'lum bir ishni tamomlay olmasligimizga sabab bo'lgan omillardir. Birinci, önümge erişishning ishonchisining kamchil bo'lishi. Önümge erishish ishonchisi kuchli bo'lgan kishilar ko'ngilni ma'lum bir ishga bersa, uningda cho'qim önümge erishgili bo'ldi deb o'ylayman. Bizda muvofiq miqdordagi o'z-o'zimizga bo'lgan ishonch mavjud bo'lmaydigan, o'zimizning ma'lum bir ishni qila oladiganligiga ishonmaymiz. Shuning bilan biz u ishni qilishga urinib baxmaymiz. Agar bizda uni qilalayman degan pozitsiya mavjud bo'lmaydigan, biz faqat o'zimizning rohat rayoni ichidagi ishlarni qilish bilan cheklanamiz. Natijada o'z-o'zimizni to'liq tushunmay qolamiz. Biz ba'zi ishlarni muvaffaqiyatli tamomlagan taqdirdami, o'zimizda unumga erishish ishonchisining kamchil bo'lishi tufaylidan bir qism ishlarimizni kechiktiramiz yoki bir qism ishlarni arsalda bo'lamiz. İkinci, ruhiy jihatdagi yordamning kamchil bo'lishi. Ustimizdagi vazifa haddidan ziyoda ig'irlashib ketgan vaqtda ularning hududisidan chiqish uchun ruhiy jihatdagi yordamga ehtiyoj bo'lamiz. Agar bizni boshqalar yetarli darajada rag'batlantirmaydigan, biz o'z-o'zimizga shu vazifalarni o'rindab bo'lishga zarur bo'lgan harakatlantirgich kuchni vujudga keltira olmasligimiz mumkin. Biz cho'ng bo'lgan odam bo'lish sifatimiz bilan o'zimizda bir vazifani o'rinlash irodasini turg'izishimiz uchun boshqalarning ha, hu deb berishiga ehtiyojli bo'lmasligimiz kerak. Ammo o'zimizda zarur bo'lgan harakatlantirgich kuchni vujudga keltirishda biz yanada boshqalarga tayinimiz. Bu ahvol o'zimiz mustaqil holda qila oladigan ishlar uchunmi o'xshash. Üçüncü, boshqalarning o'zini e'tirof qilishini istishi, ammo shundoq bo'lganligiga ishonmasligi.
Biz özümüzni ma'lum bir ishqa atganda, uningdan ma'lum mukofotga erishishni ko'nglimizga pukib turib shundoq qilamiz. U mukofot moddiy yoki ruhiy mukofot bo'lishi mumkin. Ichki yoki tashqi mukofot bo'lishi mumkin. Agar bizda ashundaq bir mukofotga erisha oladiganligimizga bo'lgan ishonch kamchil bo'lgan, bizda shu ishni qilishga nisbatan zarur bo'lgan harakatlantirish kuch vujudga kelmasligi mumkin. Agar bizning burunqi umidimiz yoki ijtihodimiz bizga o'zimiz kutgan ijobiy natijalarni elib kelolmagan bo'lsa, bizning bundan keyin ashundaq bir ish uchun qaytadan tirishchilik ko'rsatganligimiz reallikqa ancha uyg'un kelmaydi.